Bilasizmi, okeanning 80% hali ham o'rganilmagan. Bu esa dengiz tubida nima bo'lishi mumkin degan savol tug'diradi. Yillar davomida olimlar maxsus gidrofonlar yordamida okeanning tublarida ko'plab tushuntirib bo'lmaydigan ovozlarni qayd etishgan. Lekin butun dunyoni dahshatga solgan ovoz Bloop deb nomlangan maxluqqa tegishli edi. 1997-yilda Tinch okeanida yozib olingan bu ovoz shunchalik baland va dahshatli ediki, u hatto 5000 kilometr uzoqlikgacha eshitilgan edi. Avvaliga odamlar buni ulkan kit deb o'ylashgan edi, lekin bu ovoz aniqlik bilan aytamanki, kitga tegishli emas. Chunki hatto eng katta kitni ham tarixda ovozi 5000 kilometrgacha tarqamagan. Bu ovoz kitdan ancha ulkanroq va dahshatliroq nimadirga tegishli edi. Eng dahshatlisi esa bu ovoz bir necha marta yozib olingan va bu maxluqga Bloop degan nom berishdi. Lekin keyinchalik olimlar bu dahshatli ovozda ulkan muz sinib hosil qilgan tovush deb aytishdi. Lekin bu ovoz tirik jonzotnikiga o'xshaydi. Sizchi nima deb o'ylaysiz? Balki olimlar bizdan biz bilishimiz kerak bo'lmagan dahshatli sirni yashirayotgandir. Yoki bu ovoz haqiqatan ham tabiiy muz bo'laklaridan chiqqan ovozdir. O'z fikringizni izohlarda kutaman. Video yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like, podpiskani o'zi yetadi. Katta rahmat.